Bugungi videoda men sizlarga YouTube'ning tepasiga banner avatarga yasashni o'rgataman. Bu albatta muzik formatda bo'ladi. Xo'sh, biz buni yaratishimiz uchun Pixlab ilovasidan tekst tayyorlab olishimiz kerak. Men o'zim tekst tayyorlab olgandim. Buni videoga yozmadim. Video uzoq bo'lib ketmasligi uchun. Xo'sh, endi esa mana shu yerda siz tekst tayyorlaysiz. Xo'sh, mana bu yerda men font qo'shgandim. Xo'sh, mana bu yerda men negadir mana shu men o'zim yuklab olgandim, tayyorlab. Endi esa men Photoshop dasturiga kiraman. Xo'sh, endi esa biz mana pastda turgan plyuschaga bosamiz. Xo'sh, va plyuschadan bosib formatga 2560 ga 423 formatda olamiz va okni bosamiz. Mana bizning formatimiz bor. Xo'sh, endi esa sloy fotografiya qilib o'zimizning fotogalereyamizdan rasm yuklaymiz. Men Pixlabda bitta rasm olib qo'ygandim. Mana bo'lar, men o'zim rasm tayyorlab qo'ygandim. Mana buni mana bo'lar. Xo'sh, endi esa biz yana plyuska bosib, bu yerga rasm yuklaymiz va rasmni men mana rasm tayyorlab qo'ygandim, o'shalarni olaman. Xo'sh, men mana shu rasmni olib bu yerda qo'yaman. Mana. Xo'sh, endi esa biz bu rasmga biroz elektroshok berishga harakat qilamiz. Ya'ni atrofida xuddi elektroshokdek bo'lishi uchun. Xo'sh, mana pustoy sloy, mana color. Xo'sh, mana bu yerda zalivkani avlodga qilib qo'yinglar. Biroz chiroyli ko'rinishi uchun hechani bosamiz. Endi esa mana doirasi bo'ylab o'sha bo'limga o'tib, Otmen video lead qilamiz. Endi esa mana atrofga turdi. Xo'sh, endi esa switching effektdan switching tanlab, o'zimizga mos formatdagi rangni tanlaymiz. Mana endi esa beruvchi mana steklo degan joyni tanlab mana bu mashina qilib taxlasanglar bo'ladi. Men biroz bunga ko'rkam chiroyliroq effekt beraman. Mana endi esa bu yerda tayyor tekstimizni olib tashlaymiz. Yoki orqasiga qora fon bersak bo'ladi. Normal tekstimiz tashlaymiz bu yerga. Mana bu tayyor tekstimizni mana bu yerda yuklaymiz. Mana bo'la. Xo'sh. Mana tekstimizni ham yukladik. Xo'sh, endi esa biz bu yerga biroz effektlar beramiz. Ya'ni qanaqa effektlar? Xo'sh, biz bu yerda qiladigan ishimiz yo'q. Bu qalamcha tanlangan. Oqni esa xo'sh, biroz sariq rang qilib, xo'sh, pustoy sloy. Xo'sh, endi esa mana bu yerni tanlab bu rasmni orqasiga o'tkazsak bo'ladi. Xo'sh, biz rasmni orqasiga narsani o'tkazamiz. Mana. Xo'sh, endi esa bu yerga elektrochki effekt yana qo'shamizmi yoki yana muzikaga bog'liq narsalarni qo'shsak ham bo'ladi. Men to'g'ri chiziqni tanlab olaman va u to'g'ri chiziqda biroz yana elektrochki effekt beraman. Xo'sh,
menga to'g'ri chiziq mana bu yerda bor edi. Xo'sh, mana to'g'ri chizig'im. Xo'sh. Mana shu narsalarni siz mana Telegram kanalimdan topsangiz bo'ladi. Bemalol bo'lib ishlatsangiz ham bo'ladi. Yana o'sha elektrichki effektimizni beramiz. Xo'sh, endi yana пустой слой. Xo'sh, обозначение. Mana xo'sh, endi esa yana bu yerni o'chiramiz. Xo'sh, bu yerni rang beramiz. Rangi to'g'ri tanlangan. Effekt, stil, steklo. Xo'sh. Mana shunday qilib tayyorlab chiqsak ham bo'ladi. Добрый быть слой. Xo'sh. Xo'sh, endi esa biroz effektlar beramiz. Effektlarni esa biz xo'sh sildan olsak bo'ladimi? Xo'sh. Xo'sh, biz o'zimiz yaratgan narsani qo'ysak ham bo'ladi. Xo'sh. Endi esa o'zimizni sloyimiz mana Elfisdan o'zimizni maxsus belgichamizni olib, xo'sh, mana bu joyga qo'ysak bo'ladi. Добрый слой. Xo'sh, endi esa bu yerni rangini qizil qilib olsak. Yo'q, to'xtang. Birinchi yangi sloy ochib olamiz. Xo'sh, buni ham kopirot qilib mana xo'sh, bizni muzikamiz tayyor bo'ldi. Banerimiz. Xo'sh, nega mana xo'sh, endi esa biz o'zimizning yozuvimizga biroz effektlar beramiz. Ya'ni effektni xo'sh, mana bu yerda o'tgan holda, xo'sh, mana bunday qilsak agar qarang, endi yozuvimiz biroz jonliroq ko'rina boshladi. Xo'sh, mana bizni baner avatarkamiz o'zi bu pak bo'lib qolyapti. Xo'sh, banerimiz deyarli tayyor desa ham bo'ladi. Xo'sh, bunga biroz yana effektlar beramiz. Menimcha effektlarimiz yetadi. Xo'sh, endi esa xo'sh, bola videoni yoqqan bo'lsa albatta like bosinglar. Mana ko'ryapsizlar, banerimiz, baner avatarkamiz tayyor bo'ldi. Xo'sh, men o'zimga murojaat qilsanglar bo'ladi. Xo'sh, men sizlarga yana skidga 10 mingdan 45 ming so'mgacha tayyorlayman. Ya'ni bu hammasi 45 minggacha emas. Xo'sh, banerlarimiz 10 mingdan 20 minggacha boradi. Xo'sh,
Previewlarimiz esa previewlarimiz 15 mingdan 40 minggacha boradi. Xo'sh, logotip ya'ni avatarkalarimiz esa xo'sh 5 mingdan 20 minggacha ham boradi.